siz hech qachon boy bo'la olmaysiz. Toki sizning fikringizcha pul yomon ekan, siz ham pul uchun yomon bo'lasiz. Pul sizga ham kelmaydi. Toki siz men pul uchun qilmayman deb yashar ekansiz, tabiiyki pul ham sizga kelmaydi. Pulni hurmat qilmaydigan, pulni kir deb hisoblaydigan, pul yomon deb biladigan odamlarga hech qachon ko'p pul nasib qilmagan va nasib qilmaydi. Shunday ekan pul aslida yaxshi. Pul bizning ba'zi va ehtiyojlarimiz uchun, yaxshi yashashimiz uchun, bizni qayerdadir orzu istaklarimiz amalga oshishi uchun muhim instrument ekanini unutmasligimiz kerak va pulga doim energiya sifatida qarashga o'rganishimiz kerak. Ya'ni pul keladi va u ketishi ham kerak. Uni qo'rqib o'tirish, u ketib qoladi, hozir menda qolmaydi degan xayol bilan yashar ekansiz, xuddi shunday vaziyat sodir bo'ladi va pul sizdan ketganda haqiqatda ketib qoladi va qaytib kelmaydi. Shuning uchun pulni ishladingizmi, uni oson qo'yib yuborishni ham o'rganing. Yengil-yelpi narsalarga ishlatish haqida gap ketmayapti. Bu pulni to'g'ri investitsiya qilish, ya'ni pul qayta tug'ilishini ta'minlash uchun kerak bo'lsa o'zingizni bilimingizga, o'zingizni kasbingizga yordam beradigan instrumentlarga sarflash haqida gap ketyapti.